Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mashina detallari va loyihalash asoslari fanidan 5-ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi tekis mexanizmlarning kinematikasi tahlili deb nomlanadi. Ma'ruza mashg'ulotimiz quyidagi rejalar asosida yoritiladi. Birinchi, asosiy masalalar va umumiy mulohazalar. Ikkinchi, mexanizmlarni turli holatlarini qurish va asosiy nuqtalarning trayektoriyalarini aniqlash. Uchinchi, mexanizmlarning kinematik tahlili va uning maqsadi va vazifalari. Mexanizmlarning kinematikasining asosiy masalasi ishchi zvenolarning holatiga bog'liq ravishda tezligi va tezlanishini aniqlash. Ba'zan oraliq, hamma zvenolarning vaziyati, tezligi va tezlanishlarini ishchi zvenoga nisbatan tekshiriladi. Bunda 3 xil masala yechiladi. Birinchi, zveno holatlarini va nuqtasining trayektoriyasi topiladi. Ikkinchi, zveno burchak tezligini va nuqtasining chiziqli tezligi topish. Uchinchi, zveno burchak tezlanishini va nuqtasining chiziqli tezlanishini topish hisoblanadi. Quyida qo'zg'aluvchanlik darajasi 1 ga teng bo'lgan quyi kinematikaviy juft mexanizmlar kinematikasi bilan tanishamiz. Tekislikda harakat qiluvchi mexanizmlar kinematikasi 4 xil usulda o'rganiladi. Ulardan birinchi usul grafokinematikaviy usul deb yuritiladi. Ikkinchi usul grafoanalitik kinematikaviy usul hisoblanadi. Uchinchi usulimiz analitik kinematikaviy usul hisoblanadi va to'rtinchi usulimiz eksperimental kinematikaviy usul hisoblanadi. Grafokinematikaviy usulda zveno nuqtasining o'tgan yo'lini, tezligini va tezlanishini vaqtga nisbatan o'zgarish qonunlari grafikaviy usulda tekshiriladi. Bunda tezlik va tezlanish grafiklari yo'l grafikidan grafikaviy hosila olish yo'li bilan yasaladi. Grafoanalitik kinematikaviy usulda mexanizmlarning kinematikasi mexanizmning oniy aylanish markazini topish yo'li bilan va tezlik-tezlanish planlarini tuzish metodi yordamida tekshiriladi. Analitik kinematikaviy usulda o'tilgan yo'l, tezlik va tezlanishlar matematik formulalar yordamida aniqlanadi. Bu usulni qo'llab kam zvenoli mexanizmlarda aniq natijalar olib, ko'p zvenoli mexanizmlarda esa qo'llash ancha murakkabdir. Eksperimental kinematikaviy usulda mexanizm va mashina zvenolarining harakati, ya'ni o'tgan yo'li, tezligi va tezlanishi maxsus pribor datchiklar yordamida grafiklar ko'rinishida yozib olinadi. Bu usul mexanizm va mashinalar xarakteristikasini olishda va ular zvenosining optimal o'lchamlarini topishda katta ahamiyatga ega bo'lib, haqiqiy tezlik va tezlanishlarini ko'rsatadi. Quyidagi slaydimizda Krivashov polzulli mexanizmni kinematik tahlil berilgan. Demak, birinchi navbatda mexanizmimizning uzunlik o'lchamlari hamda burchak tezligi berilgan bo'ladi. Undan so'ng esa mexanizm zvenolarining nomi keltirilgan bo'ladi. Demak, birinchi bo'g'inimizning nomi Krivashov deb yuritiladi. Ikkinchi bo'g'inimizning nomi esa Shatun. Uchinchi bo'g'inimizning nomi Karamislo. To'rtinchi bo'g'inimizning nomi esa yana Shatun. Beshinchi bo'g'inimizning nomi esa Polzun deb yuritiladi. Mexanizm o'lchamini ko'lamini hisobga olib, chizmaning masshtab koeffitsiyentini belgilaymiz. Uzunlik masshtab koeffitsiyenti quyidagi nisbatga ko'ra aniqlanadi. Ya'ni mu L teng L taqsim qavs ichida L. Ya'ni haqiqiy uzunlikning chizmadagi uzunlikka nisbati orqali aniqlanadi. Bu yerda demak uzunlik masshtab koeffitsiyenti 0,1000 metr taqsim millimetr kelib chiqyapti. Shundan kelib chiqqan holda qolgan kesmalarning ham chizmadagi o'lchamlarini aniqlab olamiz. Mexanizmni kinematik tahlil qilayotganda birinchi navbatda mexanizmni boshlang'ich vaziyat, ya'ni o'lik holatini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Dastlab berilgan mexanizmimizda tayanch masofalarni o'lchab qo'yamiz. Ya'ni O1 hamda O2 nuqtalarini 65 mm masofada o'lchab qo'yamiz. So'ngra esa mexanizmning bosh bo'g'ini O1A, ya'ni 30 mm Krivashevga ikkinchi bo'g'in AB 90 mm ni qo'shib, yana 120 mm radius bo'yicha sirkul yordamida O1 nuqtadan boshlab yoy chizib olamiz. So'ngra esa O2 nuqtadan O2B 75 mm radius bo'yicha yoyni chizamiz. Yoylarning kesish nuqtasi B ni A va O2 nuqtalar
bilan to'g'ri chiziqlar orqali tutashtirib, ikkinchi va uchinchi bo'g'inlarni holatini ko'rsatamiz. Birinchi bo'g'in holatini aniqlash uchun O1 nuqtadan sirkul yordamida O1A 30 mm radius bilan aylana chizib olamiz. Aylana bilan O1B chiziq kesishgan nuqtasi A, ya'ni birinchi bo'g'in holatini bildiradi. Mexanizmning hosil bo'lgan va tugallanmagan shakliga unga ulanuvchi keyingi 4 va 5 bo'g'inlardan tashkil topgan Assur gruppasini qo'shamiz. Demak, mana bu yerda keltirilyapti. So'ngra B nuqtadan BC 120 mm radius bilan yoy chizilib, XX gorizontal chiziq bilan kesish nuqtasi C ni aniqlab olamiz. Keyin B va C ni tutashtirib davom ettiramiz va BD masofani o'lchab qo'yamiz. Shunday qilib 4 va 5 bo'g'inni quramiz. C nuqtada aylanma kinematik juft hosil qiluvchi polzunni va uning yo'naltiruvchisini tasvirlash bilan mexanizmning 0-holatini aniqlaymiz. Aylanani O nuqtaga nisbatan teng 12 bo'lakka bo'lib, krivashifning bir-biriga nisbatan 30 gradus burchak hosil qiluvchi 12 vaziyati quriladi. Keyingi slaydimizda mexanizmning 12 ta holati qurilgan sxemasi tasvirlangan. E'tiboringiz uchun rahmat.